keyingi relsda qarindosh urug'larimga chiroyli sevgi-izhorlarimni qilganimdan keyin menga juda ham ko'p negativlar kelibdi. Даже direktimga ham duo olish kerak, qarindoshlarni ham qo'yish kerak. Хотя бы 15-20 kunni qarindoshlar uchun ajrating deb. Endi blogerlikni boshlaganingizda o'sha qarindoshlaringiz podдержка qilib like bosish o'rniga anov masxaravochilik qilayotganmi, shu ham ish bo'ptimi deb turib, axlatlaringiz oshib, odamlar ko'payib ketgandan keyin o'g'limni, qizimni biznesini reklama qilib ber deydiganlar ham shu bo'ladi. Misol uchun do'kon ochdingiz, nimadir kiyim sotyapsiz, menga skidka qilib bergin deb kelib turib, sekin pulini chopib oladigan ham qarindoshlar bo'ladi. Bitta oshxona, kafe, choyxona ochdingizda, sizga uni masalliqlari, arenda puli bor, lekin har bitta qarindoshingiz bir kundan choyxona qilib bersa yoki obedi ujini dastavka qildirsa, sizga foyda qoladimi yoki ish qilishingizdan nima foyda? Misol uchun men ham shu dachada 15 kun tinmasdan mehnat qildim. Hamma obunachilarim meni podдержка qilib, qo'llab-quvvatlab charchamen deydi, lekin bitta ham qarindoshim, "Ey, charchamayapsanmi yoki yordam kerak emasmi?" Miyadagi buni eng katta sababi albatta o'zini kelajagi, o'zini cho'ntagi uchun, o'zini farzandlari uchun qildi deb o'ylashadi. O'shaning uchun men ham endi o'zimni cho'ntagimni va hisob-kitobimni o'ylagan holda har kunga odam qo'yishni boshladim. Dachaga keladigan bo'lsak, o'sha odam qo'yishni boshladim, lekin videolarim montaji ozgina kech qoldi. Dachadagi romlarni va hamma so'killarni yaltiratib, dog' qoldirmasdan artib berishga menga Garnetda yumshoq gubkalari va nam qo'chiqlari yordamga keldi. Mahsulotlarni bemalol o'zingiz yon do'koningizdan yokida Uzum market korzinkalardan topsangiz bo'ladi. Qaytgancha adamni ham dardlarini endi tushundim. Yaqinda ukamni uylantirganmiz. Adam o'g'limni to'yi chiroyli bo'lsin deb tinmay mehnat qildilar. Kechani kecha, kunduzini kunduz demasdan. Lekin bitta ham qarindoshlar to'ydan oldin xabar olishmadi. To'ydan keyin bo'lsa pulni bosib qo'ygan ekan deydi, biroz g'iybat qilishgan edi.